Buvamning chuqum amali bor. Abduri Fobi Gilman. Uyg'urchaga tarjima qilguvchi Nazila Ilham. Jozefning baliq vaqtlarida buvisi uningga bir adyal tikib berdi. O adyal ham rohat ham issiq bo'lib, yana yomon tushlarni qo'g'lib yetalaydi. Ammo Jozefning tadrijiy cho'ng'ishiga ergishib, bu adyalmi ko'nirib ketdi. Bir kuni opasi uningga Jozef, qarag'ana, bu adyal ham ko'nirab, ham yirtilib satlashib ketibdi bolam. Endi uni tashlasak bo'g'dak, dedi. Jozef, buvamning chuqum amoli bor, deginicha yugurib berib adyalni buvisiga tutqizdi. Buvisi adyalni qo'liga ilib, u yoq o'rib, bu yoq o'rib qarashga boshladi. Dedi uning buvisi qaychini ilib qirt-qirt qilib kesishga boshladi. Ondan jipyanini chaqqonlik bilan bu yonga o'tkazib tikkash. Bu raxt yetkidak, dedi. Va, shunday qilib bir chapon bitib chiqdi. Jozef bu chaponni kiyib xo'shalligida yugurib yurib o'ynadi. Oq qizchaq Jozefning chaponini muboraklawatamdi nima? Ammo uning asta-asta cho'ng bo'lishiga ergishib, bu chaponni qo'nirashga boshladi. Bir kuni opasi uningga: Jozef, sevimligim, qarg'ana chaponingga yuverib qisqirab, kichiklab badaniga faqatla mos kelmay qopdi. Endi uni rostilla tashlab etmasak bo'lmag'idak, dedi. Jozef bo'lsa, yo'q, buvamning chuqum amoli bor, deb yugaginicha chaponni yana buvisining qo'liga tutqizdi. Buvisi chaponni qo'liga ilib, u yoqqa, bu yoqqa o'rib qarashga boshladi. Qo'zim, dedi uning buvisi yana qaychini qo'liga ilib kirt-kirt qilib kesishga boshladi. Ondan jipyog'ini chaqqonlik bilan u yoqqa, bu yoqqa o'tkazib tikkash. Bu raxt yetkidak, dedi. Va, shunday qilib bir jilitga bitib chiqdi. Ikkinchi kuni Jozef jilitkini kiyib maktabga bordi. Bolalar hayron qoldi. Ammo Jozefning tadrijiy cho'ng'ishiga ergishib, bu jilitkimi qo'nirab kichik kelishga boshladi. Bir kuni opasi uningga: Jozef, jilitkanga qarab boqqina bolam. Ustiga yelim chaplashib, bo'yoqlar yo'qib ketibdi. Endi uni tashlab etayli ma'qulmi? dedi. Jozef: yo'q. Mening buvam chuqum amal qila oladi. Buvamning chuqum amali bor, degunicha yana buvisiga olib berdi. Buvisi jilitkini qo'liga ilib, u yoq bu yoqqa o'rib qaradi. To'g'ri, dedi uning buvisi qaychini qo'liga ilib kirt-kirt qilib kesishga boshladi. Ondan jipyanini chaqqonlik bilan u yoq bu yoqqa o'tkazib tikkash. Bu rahmiyat kerak, dedi. Shunday qilib bir galstuk bitib chiqdi. U har juma kuni bu galstukni taqib bu momisining uyiga bordi. Ammo Jozefning cho'ng'ishiga ergishib, bu galstukni qo'nirab ketdi. Bir kuni opasi kirjiyotqach uningga: Jozef, galstukingga qarab baqa bolam. Uningga sho'rplar to'kilib dog'ib ketibdi. Hatto shakli o'zgarib ketdi. Endi uni rostini tashlab etmasak bo'lmag'idak, dedi. Jozef: buvamning chuqur amoli bor, deb galstukni buvisiga berdi. Buvisi galstukni u yoqqa, bu yoqqa o'rib qarashga boshladi. Qarag'ana bolam, Jozefning uyini bir ko'rayli. Jozefning momisining uyida bir karvat bor ekan. Karvatning ustida uning singlisi bor ekan. Singlisining qo'lida bir adyal turdi. U adyalni ana shunday o'zgartib berami cho'ng bo'lganda? Uni buvisi tikib berganmidi? dedi buvisi va qaychini qo'liga ilib kirt-kirt qilib kesishga boshladi. Ondan jipyanini chaqqonlik bilan u yoqqa, bu yoqqa o'tkazib tikkash. Bu raxt yetkidak, dedi. Shunday qilib, endi bir dona qo'lyog'liq bitib chiqdi.
Jozef kichik tashlarni yig'ib bu qo'lyog'lig'iga o'raydi. Ammo Jozefning cho'ng ishiga aygishib, qo'lyog'lig'imi ko'nrab ketdi. Bir kuni opsi uningga Jozef, qo'lyog'lig'ingga qarg'ina balam, to'la ishlatib bek yirtilib ketibdi. Endi uni tashlab tasam, dedi. Jozef, yo'q, buvamning cho'qim amoli bor. Degenicha yana buvisining yeniga bordi. Buvisi qo'lyog'liqni qo'liga ilib, u yoq bu yoqqa o'rib qarashga boshladi. Momsi Jozefning uksini yuvatamdi, nima? Chaltaq yuribdi. Chaltaq. Dedi uning buvisi yana qaychini ilib kirt qilib kishishga boshladi. Ondan jip yonini chaqqanlik bilan u yoqqa bu yoqqa o'tkazib tikkash. Bu rahmiyat kerak, dedi. Shundoq qilib bir tugma bitib chiqdi. Jozef bu tugmani asma ishtiniga tiktirib oldi. Shundoq bo'lganda uning asma ishtini endi seyrilib tushib ketmaydi. Tugma. Bir kuni opsi uningdan, Jozef, tugman qani? deb so'radi. Chunki uning tugmasi yo'q turadi. Tugmamda ketgandi. U hamma yanadagidek izladi, ammo tugmani topolmadi. Jozef buvisining uyiga yugurib bordi. Mening tugmam yo'qolib ketdi, deb o'nlik ovozda voqirab ketdi u. Jozef, gapimni angla balam, degenicha uning opsimi orqasidan yugurib keldi. Mishadagi ufqisiga diqqat qilaylik. Ufqisining chiroy ifodasida qandoq bir ifoda shakllanyotdi? Ukamga nima bo'lgandi deb o'ylayotgandim, nima? Momsimi shu-a? Suyimlikim Jozef, tugmang yutib ketibdi. Endi yo'q bo'ldi. Buvammi yo'q narsani paydo qilolmaydi balam, dedi opsi. Buvasini qayg'urgan holda beshini chaqib turib. Opangning degini to'g'ri balam, dedi. Ikkinchi kuni Jozef maktabga bordi. Dedi u qo'liga qalam ilib va qog'ozga shartlatib xat yozishga boshladi. To'g'ri, bu materiallar yetkidek. Shunda qilib, qaltis bir hikoya bitib chiqdi.